Amerikaga O'zbekistondan reyslar bo'ladimi? Narxlari qanaqa bo'ladi? Bundan tashqari o'zimiz bilet olib yoz oylarida Tailandga sayohat qilmoqchimiz. Tailandga bordi keldi bilet narxlari qanaqa bo'ladi deganlar. Hamda ko'pchilik o'zbekistonliklar İzmir Turkiyaga Samarqanddan tushar ekan, Toshkentdan ham reyslar bor ekan. Narxlari qanaqa deb ko'pchilik qiziqadi. Vodiyliklar, Toshkentliklar uchun ham Samarqandga borib uchmaysizlar, Toshkentdan uchish imkoniyatini bugungi videomizda Bobur akam bilan chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Tezkor avia orqali dunyoda istalgan joyiga borish hamda qaytish biletlarini xarid qilsalaring bo'ladi. Assalomu alaykum Bobur aka. Alaykum assalom. Bobur aka aytgan gaplarim to'g'rimi? Shular bo'yicha bir qatordan ma'lumot bersiz aka. To'g'ri aka, Toshkentdan Izmirga har kuni reysimiz bo'ladi. Uni 20 kilo bagajlisi 2.780.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Amerikaga ham primo reyslarimiz bor. Uni bagajlisi 10.150.000 so'm chiqadi. Toshkentdan Bangkokga sayohat uchun bormoqchi bo'lganlar uchun ham bordi keldi biletimiz 6 million so'm chiqadi. Ya'ni dollarga $500 chiqadi. Shunaqa. Xo'p, akalar, qaysi viloyatdan bo'lsalaring yoki qaysi davlatda bo'lishlaringdan qat'iy nazar ekrandagi raqamlarga Bobur akam javob beradilar. Telegram orqali qaytish biletlarini xarid qilish uchun ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Endi Bobur aka, rasmiylashtirish tartibi qanaqa bo'ladi? To'lovlarimiz qanaqa bo'ladi aka? Masofadan turib aviabiletlarni rasmiylashtirib beraveramiz. Ekrandagi nomerlarga Telegram orqali pasportingizni tashlaysiz, biletingizni rasmiylashtirib tashlab beramiz. Biletingizni ochib, tekshirib, ishonch hosil qilganingizdan keyin to'lovni amalga oshiraverasiz. To'lovimiz klik orqali to'lov bo'ladi. Endi Bobur aka, ko'pchilikda men o'zim ham Saudiyaga uchganda shuna muammo bo'lgan, chekkan so'ragan, ya'ni telefonda PDF variantini so'ragan, rasm variantini ham ko'rsatsam unamagan. Bizda bilet qanaqangi tartibda tashlab beramiz u mijozga? Uchish tartibi qanaqa? PDF variantini tashlab beramiz. Biletini elektronik variant bo'ladi. O'sha bilet bilan tushib ketishaveradi. O'zi aeroportlarda muammo bo'lmaydi-a? Aeroportda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Biletimizga 100% garantiya beramiz. Xudo xolasa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring, Bobur akam to'liq ma'lumot beradilar. Bundan tashqari ofisimizga kelmoqchi bo'lganlar, ofisimiz Farg'ona Tojmahalda ro'parasida. Hammalaring kelib, qatga bilet zarur bo'lsa, bemalol kelib, ma'lumot olib, narxlarni ko'rib, yon atrof bilan solishtirib, baribir Bobur akamni olib ketaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.